Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men 25 yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Sentyabr oyida ayrim pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy yangilik bo'lishi mumkin. Pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, qo'shimcha to'lov chiqishi, oldin olinmay qolgan pul undirilishi yoki imtiyozli yordam rasmiylashtirilishi mumkin. Eng muhimi, bu pulni hamma ham o'z vaqtida bilib olmaydi. Kimdir hujjat topshirmagani uchun, kimdir menga tegishli emas deb o'ylagani uchun, yana kimdir bank kartasiga tushgan pulni oddiy pensiya deb qabul qilgani uchun imkoniyatni o'tkazib yuboradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot 25 yoshdan oshgan ayollar, 6 yoshdan oshgan erkaklar, nogironlik pensiyasi olayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar va ularning farzandlari uchun ham juda muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men sizga kimlar qo'shimcha pul olishi mumkinligini, kimlar xavotirlanmasligi kerakligini, qayerga murojaat qilishni va qanday hujjatlarni tayyorlashni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval ko'p pensionerlar pensiya bir marta tayinlansa, keyin faqat umumiy oshirilganda ko'payadi deb o'ylardi. Ya'ni davlat oshirsa oshadi, bo'lmasa o'sha qoladi degan tushuncha juda keng tarqalgan edi. Aslida esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bir nechta holatlar bor. Masalan, ish staji to'liq hisoblanmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi haqidagi ma'lumotlar eski yoki noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ayrim davrlar arxivdan topilmagani uchun hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Shuningdek, ayrim pensionerlarga qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar yoki mahalliy ijtimoiy yordamlar tegishi mumkin. Hozir vaziyat shundayki, ko'p xizmatlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Davlat idoralari, pensiya jamg'armasi soliq ma'lumotlari, arxiv ma'lumotlari, bank tizimi va ijtimoiy himoya bo'yicha ma'lumotlar bosqichma-bosqich bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni, agar ma'lumot to'g'ri bo'lsa, odamning ortiqcha yugurishi kamayadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa yoki sizning ish stajingiz ko'rinmasa, tizim sizga tegishli pulni avtomatik hisoblamasligi mumkin. Shunda odamning o'zi tekshirtirishi kerak bo'ladi. Sentyabr oyi nima uchun muhim? Chunki ko'pincha kuz boshida pensiya, nafaqa, kompensatsiya, kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar, ijtimoiy yordam ro'yxatlari, qayta hisob-kitoblar va bank to'lovlari yangilanadi. Ba'zan yangi o'quv yili, qish mavsumiga tayyorgarlik, kommunal xarajatlarning oshishi sababli ehtiyojmand oilalar va pensionerlar bo'yicha qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi. Shuning uchun sentyabrda pensionerlar o'z pensiyasini, kartaga tushgan summani, SMS xabarlarini, mal va pensiya bo'limidan kelgan bildirishnomalarni albatta tekshirish kerak. Asosiy qismni kimlar bilishi kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlar tinch bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda 25 yoshdan oshgan ayollar diqqatli bo'lishi kerak. Chunki ayollar odatda pensiyaga erkaklardan oldin chiqadi. Lekin ko'p hollarda ularning ish staji murakkab bo'ladi. Masalan, bir ayol 25 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin bolalar parvarishi davri bir tashkilotdan boshqasiga o'tgan davr. Kolxoz yoki shirkat davridagi ish yillari hujjatlarda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Natijada pensiya tayinlanganda 25 yil emas, 19 yoki 20 yil hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Agar keyin arxivdan qo'shimcha ma'lumot topilsa, pensiya qayta hisoblanadi va ba'zida oldingi davr uchun farq ham chiqishi mumkin. Misol keltiraman. Gulbahor opaygani 6 yoshda pensiyaga chiqqaniga 1 yil bo'lgan. Unga pensiya tayinlanganda 21 yil staj hisoblangan. Keyin u eski ish joyining arxiv ma'lumotlarini topdi. 1993 yildan 1998 yilgacha bo'lgan 5 yil hisobga olinmagan ekan. Agar bu davr rasmiy tasdiqlansa, uning umumiy staji 26 yilga chiqadi. Bu pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Aytaylik, oldin 1 million 50 ming so'm olayotgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin 1 million taqsim ming yoki 1 million 200 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu aniq raqam emas, chunki har kimda ish haqi, staj, pensiya turi har xil. Lekin o'yga bo'zming yoki 200 ming so'm farq ham pensioner uchun katta yordam. Bir yilda bu 200 ming yoki 2400 ming so'm degani. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqdim, keyin ishlaganim endi hisobga olinmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda pensiyadan keyingi mehnat faoliyati, sug'urta badallari yoki rasmiy ish haqi ma'lumotlari keyingi
qayta hisob kitoblarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayniqsa odam pensiyaga chiqqanida ish haqi past davr asosida hisoblangan bo'lsa, keyingi yillarda rasmiy yuqori maosh olgan bo'lsa, bu masalani tekshirtirish foydali bo'ladi. Masalan, Rahmat aka 61 yoshda. U pensiyaga chiqqanida 900 ming so'm atrofida pensiya olgan. Keyin qorovul bo'lib 3 yil rasmiy ishlagan, har oy maoshidan tegishli ajratmalar ketgan. U baribir foydasi yo'q deb yurgan. Lekin pensiya bo'limiga murojaat qilib, mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirganda, uning pensiyasini qayta ko'rib chiqish imkoniyati borligi aniqlangan. Natijada pensiyasi 70 ming yoki 120 ming so'mga oshishi mumkin. Bu ham bir qarashda kichik tuyuladi, lekin dori-darmon, non, elektr, gaz, transport xarajatlarini hisoblasak juda sezilarli yordam. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu yerda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasining xulosasi yangilangan bo'lsa, parvarishga muhtojlik holati aniqlangan bo'lsa, qo'shimcha to'lov yoki ustama chiqishi mumkin. Aksincha hujjat vaqtida yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi ham mumkin. Shuning uchun sentyabr oyida ayniqsa tibbiy hujjatlarning amal qilish muddatini tekshirish zarur. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Ko'p oilalarda farzand 15 yoshga to'lgandan keyin to'lov to'xtaydi. Lekin agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lovni davom ettirish uchun ma'lumotnoma talab qilinadi. Sentyabrda o'quv yili boshlanadi. Demak, talabalik yoki o'quvchilik haqida ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, oila bir necha oy puldan qolib ketishi mumkin. Bu sovg'a emasdek ko'rinadi. Lekin aslida o'z vaqtida hujjat topshirgan odam oilasiga tegishli pulni saqlab qoladi. Masalan, Dilnoza opa turmush o'rtog'idan ayrilgan 37 yoshli o'g'li uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. O'g'li kollej yoki oliy ta'limga kirsa, sentyabrda o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya bo'limiga topshirish kerak bo'ladi. Agar u buni dekabrgacha cho'zsa, to'lovlarda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun yana yuguradi. Shuning uchun sentyabrda birinchi ish o'qish joyidan ma'lumotnoma olish. Kimlar kamroq xavotir qilsa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rsatilgan bo'lsa, kartangizga pul vaqtida tushayotgan bo'lsa, tibbiy yoki ijtimoiy maqomingizda o'zgarish bo'lmasa, unda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xato faqat eski hujjatlarda emas, yangi elektron kiritishda ham bo'lishi mumkin. Bir harf xato yozilgan familiya, noto'g'ri tug'ilgan sana. Pasport seriyasi o'zgargandan keyin yangilanmagan ma'lumot ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Eng katta tuzoq shuki, ko'pchilik kartaga tushgan pulni tekshirmaydi. Pensiya tushibdi, bo'ldi deb qo'yadi. Aslida sentyabrda kartaga tushgan summa odatdagidan ko'proq bo'lsa, bu qayta hisob kitob, kompensatsiya yoki oldingi oylar farqi bo'lishi mumkin. Ba'zan esa aksincha summa kam tushadi. Shunda odam bankni ayblaydi. Lekin sabab bankda emas, hujjat muddat tugaganda, pensiya bo'limidagi ma'lumot yangilanmaganda yoki qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishda bo'lishi mumkin. Shu sababli har oy SMS xabarini saqlab boring. Bank ilovasidan tushum tarixini ko'ring. Imkon bo'lsa chek yoki ko'chirma oling. Ikkinchi tuzoq vositachilarga ishonish. Ayrim odamlar men sizga pensiyani oshirib beraman. Sentyabrda hamma pensionerga falon pul chiqadi. Menga pasportingizni bering. Karta raqamingiz va SMS kodini ayting deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga bank kartangizning PIN kodini, SMS kodini, ilova parolini bermagan. Pensiya jamg'armasi. Bank yoki mahalla xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. 3-nozik jihat, hamma to'lov avtomatik tushmaydi. Masalan, pensiya umumiy oshirilsa, odatda avtomatik qayta hisoblanadi. Lekin sizning shaxsiy stajingiz, arxiv hujjatingiz, o'qish ma'lumotnomangiz, nogironlik guruhi bo'yicha yangilangan hujjatingiz, parvarish zarurat haqidagi tibbiy xulosa yoki yashash joyingizdagi ijtimoiy yordam hujjati avtomatik chiqmasligi mumkin. Bunday holatda siz murojaat qilishingiz kerak. Bir murojaat qilmagan odamning masalasi ko'pincha ochilmay qoladi. 4-jihat propiska va yashash joyi masalasi. Pensioni bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashashi mumkin. Bu ayrim ijtimoiy yordam turlarida muammo tug'diradi. Masalan, mahalla orqali beriladigan yordamlar kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya
ehtiyojmandlikni aniqlash kabi holatlarda haqiqiy yashash joyi va ro'yxatdagi manzil mos kelishi talab qilinishi mumkin. Agar siz farzandingiznikida yashasangiz, lekin eski uyingizda ro'yxatda tursangiz. Qaysi mahallaga murojaat qilishni oldindan aniqlang. 5-jihat pensiya turi o'zgarganda ehtiyotkor bo'lish. Ba'zi odamlar nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tishi yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi o'rniga boshqa turdagi to'lovni tanlashi mumkin. Har doim ham bir turdan ikkinchi turga o'tish foydali bo'lavermaydi. Men maslahat beraman. Ariza yozishdan oldin pensiya bo'limidan taxminiy hisob-kitobni so'rang. Agar men shu turga o'tsam qancha olaman, hozir qancha olyapman, farqi qancha degan savollarni aniq bering. Chunki bir marta ariza yozib, keyin afsuslanib yurish oson emas. 6-jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kartaga kamroq pul tushganini ko'rib hayron bo'ladi. Sabab aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarz yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Agar bunday holat bo'lsa, bankdan ham, ijro byurosidan ham, pensiya bo'limidan ham yozma ma'lumot so'rang. Nega kam tushdi deb og'zaki so'rash yetarli emas. Yozma javob bo'lsa, xato bo'lsa tuzatish osonroq bo'ladi. 7-jihat qo'shimcha pul hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Internetda hamma pensionerga sentyabrda 500 ming so'm beriladi yoki 55 yoshdan oshganlarning kartasiga avtomatik pul tushadi degan gaplar tarqalishi mumkin. Men bunday xabarlarga ehtiyotkorlik bilan qarashni so'rayman. Rasmiy manbada e'lon bo'lmasa, bu gapni tasdiqlangan deb bo'lmaydi. Haqiqiy moliyaviy sovg'a ko'pincha umumiy tarqatiladigan bir martalik pul emas, balki sizga tegishli bo'lgan, lekin siz bilmagan qayta hisob-kitob ustama. Imtiyoz yoki kompensatsiya bo'ladi. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat tayyorlash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Pensiyangiz miqdorini yozib oling. O'tgan oy qancha tushgan? Bu oy qancha tushgan? Farq bormi? Agar kartaga tushsa, bank ilovasidan ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, to'lov qog'ozdagi summani yozib boring. Oddiy daftar tuting. Oy, sana tushgan summa, izoh. Bu juda oddiy ish, lekin kelajakda katta yordam beradi. Ikkinchi qadam. Pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayollar uchun familiya o'zgarishi juda muhim. Masalan, mehnat daftarchasida qizlik familiya, pasportda turmushdan keyingi familiya bo'lsa, bog'lovchi hujjat bo'lmasa, stajni tasdiqlashda savol tug'ilishi mumkin. 3-qadam. Pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Mening pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Ish tajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini aniqlab berishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha arxiv hujjatingiz bo'lsa, nusxasini ilova qiling. Agar o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lsa, o'qish joyidan olingan hujjatni topshiring. Agar nogironlik guruhi bo'yicha hujjat yangilangan bo'lsa, tibbiy xulosani qo'shing. 4-qadam. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sizga hammasi joyida deyishlari mumkin. Albatta xodimlar ham o'z ishini qiladi. Lekin sizning huquqingiz bor. Yozma javob so'rashingiz mumkin. Ayniqsa, pensiya oshmagan bo'lsa yoki to'lov to'xtagan bo'lsa, yozma javob talab qiling. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Sabab aniq bo'lsa, keyingi qadamni bilasiz. Arxivga borasizmi? Ish joyidan ma'lumot olasizmi? Sud orqali tasdiqlaysizmi yoki faqat bitta hujjat yetishmayaptimi? 5-qadam. Arxiv masalasini ortga surmang. Ko'p pensionerlar eski tashkilot yopilib ketgan deb o'ylaydi. Lekin yopilgan korxona hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, sobiq zavod, kolxoz, shirkat, maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi yoki savdo tashkiloti tugatilgan bo'lsa ham, uning buyruqlari, ish haqi vedomoslari, kadrlar hujjatlari arxivda saqlanishi ehtimoli bor. Arxivga murojaatda ish joyi nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni aniq yozing. 6-qadam. Mahalladan ijtimoiy yordam va kommunal imtiyozlar bo'yicha so'rang. Men bu yerda alohida ta'kidlayman. Pensiya boshqa, ijtimoiy yordam boshqa. Pensioner bo'lishning o'zi har doim barcha yordamlarni avtomatik bermaydi. Lekin agar oilaning daromadi past bo'lsa,
yolg'iz yashasa, dori-darmonga katta xarajat qilsa, nogironligi bo'lsa yoki qaramog'ida boshqa ehtiyojmand shaxs bo'lsa, mahalla orqali qo'shimcha yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Buning uchun daromadlar, oila tarkibi, yashash sharoiti bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. 7-qadam farzandlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Ko'p ota-onalar bolalarni bezovta qilmayman deydi. Lekin hozir ko'p ma'lumotlar Teletenet bank ilovasi elektron portal orqali tekshiriladi. Farzandingiz sizga bank ko'chirmasini chiqarib berishi, davlat xizmatlari portalidan ariza yuborishda yordam berishi, arxivga elektron so'rov berishi mumkin. Bu pul sizning haqqingiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun men tushunmayman deb chetda qolmang. 8-qadam, agar sizga rad javobi berilsa, darhol taslim bo'lmang. Rad javobini diqqat bilan o'qing. Unda hujjat yetarli emas, ma'lumot tasdiqlanmadi, muddat o'tgan. Bunday asos mavjud emas kabi sabablar bo'ladi. Har bir sababning yechimi har xil hujjat yetmasa topasiz. Ma'lumot tasdiqlanmasa arxivdan boshqa hujjat qidirasiz. Familiya mos kelmasa faqat yo'q hujjatini olasiz. Masala murakkab bo'lsa, yuridik maslahat olasiz. Eng yomoni, hech narsa qilmay, o'zingizga tegishli imkoniyatdan voz kechish. Endi yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, 28 yoshli ayol pensiya oladi. Lekin uning 3 yil bog'chada ishlagani mehnat daftarchasida muhnonik bo'lgani uchun hisobga olinmagan. U arxivdan buyruq nusxasini oldi. Natijada staj qo'shildi va pensiya oshdi. Ikkinchi vaziyat. 62 yoshli erkak pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan, lekin qayta hisoblatmagan. U murojaat qilgandan so'ng qo'shimcha ma'lumotlar tekshirildi. Uchinchi vaziyat. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila sentyabrda o'qish ma'lumotnomasini vaqtida topshirdi va to'lov uzilmay davom etdi. To'rtinchi vaziyat. Yolg'iz yashovchi pensioner mahallaga murojaat qilib, ehtiyojmandlik holati ko'rib chiqilgandan keyin kommunal xarajatlar bo'yicha yordam oldi. Bu misollardan ko'rinadiki, sentyabr oyidagi moliyaviy imkoniyat faqat davlat pul tarqatadi degani emas. Bu o'z haqqingizni tekshirish. Noto'g'ri hisoblangan joyni tuzatish, qo'shimcha hujjat topshirish, imtiyozni rasmiylashtirish va kartangizdagi har bir so'mni nazorat qilish degani. Azizlar, sentyabr oyida 55 yoshdan oshgan pensionerlar uchun yoqimli moliyaviy yangilik bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun befarq bo'lmaslik kerak. Pensiyangizni tekshiring. Kartangizga tushgan pulni solishtiring. Staj va ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq hisoblanganini aniqlang. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Pensiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi, mahalla va arxivga vaqtida murojaat qiling. Eng muhimi, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya oladigan bo'lsa, bu ma'lumotni ularga ham ayting. Kommentariyada yozing, siz qaysi viloyat yoki tumandansiz. Sentyabr pensiyangizda o'zgarish bo'ldimi? Qo'shimcha to'lov tushdimi? Yoki hujjat topshirishda muammo bo'ldimi? Men imkon qadar eng muhim savollarga keyingi videolarda javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz. Albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni boshqa pensionerlarga ham yetib borishi uchun ulashing.